Tarix shunday insonlarni biladiki, ular nafaqat ilm cho'qqalarini zabt etadilar, balki hayotning eng og'ir zarbalariga ham tog'dek bardosh beradilar. Ularning hayoti shunchaki biografiya emas, balki matonat darsligidir. Bir ulamo tarixi ko'rsatuvida Farohiddin Mas'ud sizlar bilan. Bugungi qahramonimizni ilm ahli Hoji Hindistoniy, Mavlaviy Hindistoniy yoki oddiygina Hoji Domillo deb e'zozlaydi. U kishi 20-asrning eng ziddiyatli davrida yashadi. Surgunlar, qamoqxonalar, urush olovlari. Bularning hech biri u kishining qalbidagi iymon nurini o'chira olmadi. U kishi asli ismi Muhammadjon Mulla Rustam o'g'li bo'lgan 1892-yilda Qo'qon yaqinidagi Chorbog' qishlog'ida dunyoga kelgan buyuk allomadir. Keling, bugun u kishining ibratli hayot sahifalarini birgalikda varaqlaymiz. Domla Hindistoniyning bolaligi ilmga tashna muhitda o'tdi. Ota-onalari ma'rifatli insonlar bo'lgani uchun farzandining ta'limga jiddiy e'tibor qaratishdi. Tasavvur qiling, yosh Muhammadjon atigi 14 yoshida Qur'oni Karimni to'liq yod olib, hofizi Qur'on bo'lib yetishdi. Lekin uning ilmga bo'lgan chanqoqligi bosilmagan edi. Avval Qo'qon, undan so'ng esa Buxoro madrasasida, undan keyin esa Afg'onistonning Balx va Mozori Sharif shaharlarida saboq oldi. Ustozlarning tavsiyasi bilan u yanada uzoqqa, ilmning katta markazi bo'lgan Hindistonga yo'l oldi. Hindistonda o'tgan vaqtlarni eslab, domla shunday voqeani yodga oladi. Hindistonda o'qib yurgan kezlarim uydan maktub ola olmadim. Dadam birla Mozor Sharifda ko'rishganimizga naq 15 yil bo'ldi. Madrasada 8 yil o'qib turgan holatimda bir ajoyib voqea yuz berdi. Voqea shunday iborat ediki, bir kuni madrasaga borishni ko'nglim tutsamay, ko'cha aylang'im keldi. Shu bir kun meni ozod qilsalar, u yoq bu yoqni sayr qilsam deb edim. Madrasani boshlig'iga ariza yozdim. Bu kun meni tobim yo'q, meni o'qishdan ozod qilinsinlar deb iltimosnoma jo'natdim. Madrasaning tabibini muolaja uchun meni oldimga jo'natibdilar. Tabib u yoq bu yog'imni ko'rib aytdiki, sizda hech qanday kasal yo'q. Bir kun shaharni tomosha qiling, u yoq bu yoqqa boring deb ruxsatnoma berdilar. Men madrasadan chiqib, qayoqqa borishim kerak ekan deb o'zim ham bilmayman. Ko'chada aylanib, stansiyaga bordim. Afg'oniston chegarasidan kelgan poyezd to'xtab turgan ekan. Dilimga keldiki, mabodo mamlakatimizdan hajga borguvchilardan birortasini uchratamanmikan deb poyezdga chiqdim. Vagonlarni tekshira boshladim. Bir vagonda 3 kishi o'tirgan ekan. Bir qarashda yo'q ularning o'zbekligini bildim. Otalar, qayerdan keldingizlar dedim. Ular meni o'zbekcha gapirishimdan hayron bo'ldi. Chunki libosim hindcha edi-da. U hojilardan biri "Sen o'zbekmisan?" deb so'radi. "Ha, men o'zbekman" dedim. "Bu yerda nima qilyapsan?" dedi. "Men madrasada o'qiyman" deb javob berdim. "O'zbekistonning qaysi shahardan bo'lasan?" deb so'radi. "Men Qo'qondan bo'laman" dedim. U odam aytdiki, men ham Qo'qondanman" dedi. "Qo'qonning qaysi qishlog'idansan?" deb so'radi. Men aytdimki, Uchko'prikka yaqin Chorbog' qishlog'idan bo'laman dedim. U odam "Kimning o'g'li bo'lasan?" dedi. Men Mulla Rustam domlaning o'g'li bo'laman dedim. U odam bir sayqa tortdi-da, "Yo'qolgan o'g'limni topdim" deb menga yopishdi. Meni quchoqlab turgan holda hushidan ketdi. Men o'zimning dadamni tanimasdan turgan ekanman. 15 yil ilgari ko'rganimda dadamning sochlariga oq oralamagan, qadlari baquvvat edi-da. Hech tanimadim. Shu vaqt poyezd yura boshladi. Dadamni shartta poyezddan olib tushdim-da, madrasaga olib bordim, Hindistonni aylantirdim. Dadam aytdilarki, meni rosa qidirgan ekanlar. Xudoga nola qilib, o'g'limni menga yetkazgul deb duo qilib turgan ekanlar. Va bir qarasalar, yonlarida men paydo bo'libman.
Ammo vatanga qaytish quvonchi uzoqqa cho'zilmadi. 30-yillar, qatag'on shamoli esayotgan davr. 1932-yili Muhammadjon domlani sinfiy dushman sifatida 1 yilga ozodlikdan mahrum qilishdi. Qamoqdan chiqqach, ta'qiblardan qochib, tez-tez yashash joyini o'zgartirishga majbur bo'ldilar. Goh Ohangaronning Abliq qishlog'ida, goh Toshkentdagi kolxozlarda yashirinib yurdi. Lekin NKVDning ko'zi hamma joyda edi. Xorij davlatlarda o'qigan degan ayblov bilan uni 3 yilga qamashdi. Bu safar manzil Rossiyaning Sverdlovsk o'rmonlari bo'ldi. U yerda alloma Qur'on hofizi qo'liga bolta olib, qarag'ay kesishga majbur qilindi. Jazo tugashi bilan esa urush boshlandi. U 1942-yilda frontga olib ketildi. Minsk ostonasidagi qonli janglarda og'ir yaralandi. Urushdan keyin ham tinchlik berilmadi. 1949-yilda mavjud siyosiy tuzumga qarshi degan soxta ayblovlar bilan u kishi naq 25 yilga ozodlikdan mahrum qilishdi. Bu safar esa uni Qozog'iston lagerlariga yuborishdi. Kamera va lagerda domlaga 500 ta qo'y boqish topshirildi. Og'ir mehnat va azoblar tufayli domla Qur'onni unuta boshladilar. Ammo cho'ponlik Allohning bir ne'mati bo'ldi. U kishi har kuni qo'y boqib yurib, 15 pora Qur'onni 2 kunda bir marta xatm qilardilar. Qo'ylar u kishiga shunday o'rganib qolgan edilarki, oddiy cho'ponlardek emas, balki shunchaki chaqirish orqali boshqarar edilar. Stalin vafotidan so'ng tinimsiz yozilgan arizalar natijasida domla 4 yil 3 oy deganda oqlanib, ozodlikka chiqdilar. Taqdir uni Tojikistonga yetakladi. U kishi Dushanbedagi Mavlono Yoqub Charxiy masjidida yashab, keyinchalik imomlik qildilar. Domla Hindistoniy shuncha azoblarga qaramay, ulkan ilmiy meros qoldirdilar. Tojikiston Fanlar akademiyasida ishlab, arab tilidagi nodir qo'lyozmalarni tarjima qildilar. Eng mashhur ishlari Qur'oni Karimning o'zbek tilidagi Bayonul Furqon tafsiridir. Bu asar oddiy musulmonlar tushunadigan sodda tilda yozilgan edi. Shuningdek, Imom Buxoriyning hadislar to'plamini, Hidoya asarini, bedil g'azallarni sharhladilar. Lekin surgun va lagerlardagi og'ir hayot o'z so'zini aytmay qolmadi. Domlaning ko'zlari xiralashib qoldi. Shifokorlar kitob o'qishni man qilishdi. Shunda ham domla to'xtamadilar. O'z ilmlarini shogirdlariga og'zaki yetkazib, magnit tasmalariga yozib qoldirdilar. Domla Hindistoniy faqat kitobxon olim emas, balki haqiqiy e'tiqod himoyachisi ham edilar. 1980-yillarda mintaqamizga turli yot g'oyalar, xususan vahobiylik oqimi kirib kela boshlaganda birinchilardan bo'lib bunga qarshi turdilar. U kishi aytardilar: "Biz masjidlarimiz omborxonalarga aylangan, janoza o'qish ham taqiqlangan davrlarni ko'rdik. Hozirgi tinchlik, masjidlarimizning ochiqligi Allohning marhamatidir. Buning shukrini ado qilishimiz kerak." Afg'onistonda urushni jihod deb da'vo qilayotganlarga qarata masjidlarni buzish, bolalarni o'ldirish qanaqasiga jihod bo'lsin deb raddiya fikrlariga keskin zarba berdilar. Buyuk vatandoshimiz matonat tog'i bo'lgan domla Hindistoniy 1989-yilda 92 yoshlarida bu foniy dunyoni tark etdilar. U kishi o'z vasiyatlariga ko'ra Dushanbedagi Mavlono Yoqub Charxiy qabristoniga dafn etildi. Domla Hindistoniyning hayoti bu ilmga bo'lgan sadoqat va sinovlarga qarshi bukilmas irodaning yorqin namunasidir. U kishi bizga nafaqat kitoblar, balki halollik, shukronalik va sabr darslarini qoldirib ketdilar. Domla o'zlarining hayoti haqida hikoya qilganda toliblar daftarlariga yozib olardilar. Ustoz o'zlarining yoshligi haqida ajoyib voqealarni eslab shunday deydi: Xudoning inoyati bilan 16 yoshimda Buxoroga keldim. Yaxshi insonlarning yordami bilan tunamoqqa joy topdim, yemoqqa non topdim. Bir amallab bir muncha vaqt madrasada qatnadim. Lekin shu
tolibi ilmlarda bir qoida bor edi. Dars boshlash oldida har bir kishiga soliq solib, pul to'lab mudarris domlaga dasturxon qilib bermoq odati bor edi. Shahri mulladan ma'rifatullohni tamom qilib, mansubotni boshlamoq uchun pul kerak bo'ldi. Meni zimmamga 3 so'm soliq tushdi. Menda pul yo'q. Bo'lmasa darsga kelishimga ruxsat yo'q deb meni majbur qilishdi. Men madrasadan chiqib, nihoyatda g'amgin bo'lib, ko'zlarimga yosh olib, kambag'alchilikdan Parvardigorga dilimdagi nola qilib, hujraga kirib turgan edim. Boshim yerga egilgan holda bir yaltiroq narsaga ko'zim tushdi. Olib qarasam, xotinlarning qo'ldan tushgan uzug'i ekan. Dilimga keldiki, agar bu uzukni sotsam, 3 so'mga olsa, tushgan soliqdan qutar edim. Yo'limdan qaytib, Labi hovuz Devonbegidan uzuk furushlarga Kavkaz xalqidan bo'lar edi. Shul joyga olib keldim. Uzukni ko'rsatdim. Qo'limdan olib ko'rib, qanchaga sotasiz deb so'radi. Men bu uzukni qiymatini bilmasam deb, o'zingiz bir narsa deng dedim. Ul odam aytdiki, 20 so'm beraman dedi. Men 20 so'mni eshitib, nihoyat darajada hayron qoldim. Yo'q, sotmayman. Uzugimni bering deb turib oldim. Ul 30 so'm beraman, soting dedi. Men shartda uning qo'lidan uzukni oldim. Yana bir uzuk furush bu holdan xabardor bo'lib, meni chaqirib, uzukni ko'rmoq istadi. U qancha qildi deb so'radi. Men 30 so'm beraman dedim. Lekin sotmadim dedim. Bul odam aytdiki, bundoq bo'lsa, men 40 so'm beraman dedi. Men, sotmayman dedim. Qo'lidan uzukni olib, yana jo'nadim. U orqamdan chaqirdi. 50 so'm beraman dedi. Xullas kalom, uzukning narxi osha 80 so'mga chiqdi. Lekin undan oshmadim. Bulnamadan bo'lganiga hech aqlim yetmay turgandi. Keyin ma'lum bo'ldiki, uzukning halqasi tillodan, ko'zi olmosdan ekan. Oxiri 80 so'mga sotdim. 1 yillik istiqomatimni maishatini Parvardigor menga ato qildi. Shu bilan soliqdan ham qutuldim, sheriklarimni ham ziyofat qildim. Mana shu hozirgi Qur'onni o'qiyapti. Shu oyatda o'sha mo'minlarni ta'rif qilyaptiki, iymon keltirgandan keyin, mo'min bo'lgandan keyin u iymonini zulm bilan aralashtirmagan. Ya'ni iymonda taqozosi shuki, inson omonatdor bo'lib, xiyonatli bo'lmasdan to'g'ri yo'lda yurishlik, har bir narsada adolat, mana bu hammasi mo'min odamning xislati bu. Mana shu zotlar iymon keltirib, mo'min bo'lgandan keyin bu iymonini yomon ishlar bilan og'ishtirmadi. Pokiza saqladi iymon. Uloika lahumul amnu va hum muhtadun. Qiyomat kuni bularga amn, salomatlik, hech qanday bularga azob va uqubat yo'q. Ular hidoyat yo'lida. Endi va tilka hujjatuna ataynaha İbrahim'a. Mana shu Hazreti İbrahim aleyhissalatu vesselamga Xudoy taolo nechta hujjatlar bergan ekan. Ko'p u kishidan ajoyib dalillar sobit bo'lgan. Kofirlarning muqobiliga dalil bilan ularni isbot qilib izlom bergan. Ana shu Xudoy taolo bu kishiga ato qilgan. Ataynaha İbrahim'a ala qavmi va muqobili qavmini muqobiliga, kofirlarning muqobiliga shu Ibrohimga biz mana shunday mo'jizotlar, hujjatlar ato qilgan. Ibn Sinoni
bir beytide aytadi, talay tugunlarni yechdim bilmabdi. Qaro yerdan tortib to yulduzgacha olam sirlarini bildin mukammal. İbn Sina aytadi. Qaro yerdan tortib to yulduzgacha, osmongacha olam sirlarini bildin mukammal. Talay tugunlarni yechdim birma-bir. Lekin faqat ajal sirrini yetolmadim. Ajalli sirrini yecholmadim. Boshqa ishtiol tugunlarda hammasini yechdim-u, osmonda bo'lsin yo yerda bo'lsin. Lekin ajalga kelganda nochor bo'lib qoldi. Ilm hosil qilinglar, bokamol bo'linglar, bir-birlaringni hurmat qiladigan bo'linglar, dillaringda bir-birlaringga adovat bunaqa narsalarni bilkul chiqarib tashlanglar. Bir ota bir onani bolasiday bo'lib yashanglar. Mana shunday bo'lib tarbiya topinglar. Ana shunday axloqqa ega bo'lganlaringda sizlar bir olijanob odam bo'lib yetishasiz. O'ylab ko'ringda, bitta ilm olish bilan bo'lmaydi. Ilm ko'p odamda bor. Lekin uni bilan birga axloq ham bo'lish kerak, uni bilan birga odob ham bo'lish kerak, uni bilan birga taqvo ham bo'lish kerak. Sizlarda hammasi bo'lish kerak. Hammasiga hidoyat qilsin. Yaxshi o'zining yo'liga hidoyat qilsin. Gumrohlik yo'lidan chalg'itsin.